Ijtimoiy tarmoqlarda ayol haydovchi 3 nafar bolalarni avtomobilning old o'rindig'iga, bir nafar chaqaloqni esa qo'lida ko'tarib olgan holda avtomashina boshqarib ketayotgani va ushbu holatni uyali aloqa vositasi orqali tasvirga olgani keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu videoni o'zi aslida olmoqchi ham emas edim. Bolachalar bog'chadan kelishdi. Keyin ozgina aylantiraman deb katta yo'lga ozgina chiqib yoribman, lekin hech qancha masofa emas. Bir chiqsa 20 metr, 30 metr masofa, ozgina ko'chadan bu ko'chaga olib kirib aylantirish maqsadida o'zimcha olib qo'ygandim xolos. Keyin kommentariyalarni umuman e'tibor bermagandim. Qarasam hamma xavotirda, bir hech kim anaqa yozmagan, hamma xavotir olib, bolachalarni o'tkazib olib deb yozib tashashibdi. Endi men umuman unaqa ko'chaga bolachalarni olib chiqmayman. O'zi asli mashinamga umuman olib chiqmayman. Bolalarni oldida olib yurmayman hamda. Xursand qilay ozgina bolachalarni deb endi katta yo'lga mahallada yurmasam, men ham ozgina endi mana ko'chadan bu ko'chaga xursand bo'lishsin deb olib chiqib qo'yibman. Asli xato qilibman. Endi xatoyimni inspektor aytganlardan keyin tushundim. Endi u holat qaytarilmaydi.